Lekin mushrik kofirlar ig'vo qilishdiki, Sulaymon sehrgar, odamlarni sehrlab qo'yib o'zini diniga da'vat qiladi degan noo'rin puch gaplar chiqdi. Shunda Alloh o'zini marhamati bilan bu mo'jiza Xudodan berilishi, sehr joduni odamlardan o'rgansa bo'linishini tasdiqlash uchun Harut va Marut farishtalarni yer yuziga tushirdi. Harut Marut farishtalar to'g'risida turli xil ixtiloflar bor. Bir xillar farishta deydi, bir xillari yo'q deydi. Lekin ko'pchilikning gapi bu farishta degan quvvatli dalilni keltirayotgan odamlar bor. Harut Marut farishta yer yuziga tushgandan keyin sehr ilmini o'rgatishar ekan. Bu ilmni odamdan o'rgansa bo'ladi. Mo'jizani payg'ambarlarga Alloh beradi. Lekin sehrni odamlardan o'rgansa bo'ladi. Shunda ogohlantirishar ekan. Men sehr jodu